biz umumiy qilib aytganimizda fermentatsiya energiya ishlab chiqarish va bunda kislorod talab qilmaydigan jarayonlar hisoblanadi va tabiatda anaerob jarayonlar ham mavjud bo'lishi haqida gaplashib o'tamiz va bunda bakteriyalar, xamirturush, hatto inson hujayralari ham bu jarayonlardan foydalanib o'tadi. Va bunda bizga konservalangan oziq-ovqatlar va bir qancha narsalar botulizmga va qoqsholga ham olib kelishi mumkin. Va ular kislorodga duchor bo'lsalar, ular o'lishlari haqida umumiy gaplashib o'tamiz. Va boshqalar esa kisloroddan foydalanadi va mumkin bo'lmagan energiyalardan ham fermentatsiya jarayonlarida foydalanib o'tishadi. Va bunda ba'zi hujayralar oddiy shakar glyukozasini ham oladi va bunda bir qancha birikmalarga ajraladi va bunda glikoliz piruvatlargacha ham ajralib ketishi haqida gaplashib o'tamiz. Va bunda ikki xil fermentatsiya yo'llari ham bo'ladi va insonning mushak hujayralari va bakteriyalarda yogurt piruvatini tayyorlashga yordam berishi mumkin. Va bunda biz laktatga aylantiriladi va shuni deb ham atashimiz mumkin. Bunda sut kislota bizga ancha yordam beradi. Va bizga bakteriyalar yumshoq va boshqa yo'llar bilan ishlatiladi va bir hujayralar organizmlar tomonidan konvertatsiya qilish uchun ham foydalanadi. Va bunda piruvat karbonat angidga aylanadi va hayvonlar alkogollangan narsalardan foydalanadi. Va bunda odam tanasiga saxaromycin va saysa fermentatsiyalarining kuchi haqida gaplashib o'tamiz. Va bunda vizer non tayyorlash uchun xamir turlaridan ham foydalanish haqida aytib o'tiladi. Va bunda biz xamir karbonat angidning hosil qilishi va ko'p miqdorda yaratish orqali nonni ko'taradi va bunda g'ovakligi va yumshoqligi ortadi va bu jarayonning samaradorligini bizga yuqori qilib olib beradi. Va bu uning orasida havo pufaklari ham bizga ancha katta yordam beradi. Va bunda xamir turishni shakar bilan birgalikda o'z jarayonlari olib boriladi. Endi biz ketma-ketlikda bu jarayonni olib boramiz. 2 litrli idish olamiz va unga varonka orqali shakar solamiz va undan so'nggacha o'lchab olingan xamir turishdan choy qoshiqning 4dan 1 qismi miqdoricha varonka orqali ichiga solinadi. So'ngra esa varonkani olib qo'yamiz va shakar va xamir turishni yaxshilab aralashtirib olamiz. Va shundan so'ng esa biz mahsulotlarni birin-ketin maydalab olamiz. Shundan so'ng maydalangan mahsulotni uni biz idishimizga solamiz. Va biz bunda limondan ham foydalanamiz. Limon suvini siqqan holatda, mana videoda ko'rsatilgan holatda uni siqib olamiz va keyingi bo'lagini ham yaxshilab siqib olamiz. Narsalarni yaxshilab siqib chiqarib olamiz va bu jarayondan so'ng o'sha siqilgan limon suvini biz idishlar aralashmalariga uni ham solamiz va bu narsalarni yaxshilab bir silkitib olamiz. Shundan so'ng biz varonkani yana joylashtiramizdagi ichiga suv solamiz. Va shishani yuqori qismigacha suv bilan to'ldirib olamiz. Va varonkani olib tashlab idish og'zini yopamiz va yaxshilab silkitamiz. Yaxshilab silkitish jarayoni olib boriladi, chunki ichidagi massa yaxshilab aralashishi kerak. Va shundan so'ng esa uni qo'yib qo'yamiz. Va bunda biz bu jarayonda normal holatda issiq va issiq bo'lmagan joylarda o'zimiz uchun qulay harorat mo'tadil bo'lgan joyda uni saqlashimiz mumkin. Va bundan so'ng esa biz buni tatib ko'rishimiz ham mumkin. Va hozir tatib ko'rish jarayonini olib boramiz. Biz bu jarayonda xavotirlanishimizga ham hojat qolmaydigan darajada ham bo'lmasligi mumkin. Va bunda biz har xil jarayonlar kuzatilishi mumkin. Shuning uchun biz karbonat angidni ko'pirish holatlari ham bo'lishi mumkin, lekin biz bundan albatta tashvishlanishimiz kerak bo'lmaydi. Va shundan so'ng esa biz buni tatib ko'rishimiz mumkin.
Va bunda biz zanjabillar ham qo'shiladi va buni xushbo'y hid chiqadi. Va biz tatib ko'rdik. Va ular juda ham mazali. Bu juda ham o'zgarmasdan hisoblanadi va bu bizning kashfiyotimiz, albatta butun oziq-ovqat fanida yangilik hisoblanadi. E'tiboringiz uchun rahmat.